Yotib emizganda ham onalar ko'p xato qilishadi. Hozir buni ham ko'rib chiqamiz. Mana onajon, mana chaqaloq, endi qanday qilib emizishingizni ko'rsating. Emizganimda qo'limni bunaqa qo'yib, shunaqa emizaman, engashaman bolamning ustiga. Mana endi xatolarni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda aytganimdek, biz bolani har doim o'zimizga parallel yotqizib emizishimiz kerak. Ya'ni bola to'liq sizga qaratilgan bo'lsin. Bu holatda emizish noto'g'ri. Bu mana. Ikkinchisi, bola ustiga ona yotib olgandan keyin hamma joylari og'rishni boshlaydi. Bu ham noto'g'ri. Qo'lingizni qo'yib yuborib, yostiqni ustiga bemalol yotishingiz va bolani boshini mana bu holatda qo'yishingiz kerak. Mana shu tirsagingizni qayriladigan joyiga bolani boshini qo'ysangiz, shunda siz bemalol bolani kontrol qila olasiz. Chunki bu holatda boyagidek yotganingizda uxlab qolsangiz, bola ustiga uxlab qolishingiz mumkin. Lekin bemalol yostiqqa yotsangiz, qo'lingiz bilan ham bolani bitta pozitsiyada ushlay olasiz. Shunda bola ko'kragingizni tortib orqaga ketmaydi, yaqingina ushlab olasiz. Agar bolani o'zingizga yaqin tutmasangiz, shunda bola ko'krakni yaxshilab og'zini ochib to'laqonli vakuum qila olmaydi. Bundaqasiga qo'yib yuboraversangiz yokida bola o'zi emsin deb shunchaki yotsangiz yokida o'zingiz yaqinlashib kelaversangiz, bola faqatgina ko'krak uchiga osilib qolgan bo'ladi. Bu noto'g'ri. Aytganimdek, bola areolani to'liq olishi uchun biz o'zimiz uni o'zimizga yaqinlashtirishimiz kerak. Bu holatda yotganingizda albatta mana bu joylaringiz, yelkalaringiz charchab qolishi mumkin. Shu uchun mana bu holatda yana yostiqlarni qo'yib, ya'ni onaning bitta yelkasi bu tomonda, ikkinchi yelkasi yostiqda va bemalol yotishingiz mumkin. Endi yotish qulaymi sizga yoki boyagidek yotish?